Salom bolalar hammaga. Bugun sizlar bilan mana shu Roblox kartasidagi o'yinni o'ynab kelamiz. Qani ketdik. Mana Robloxga kiryapti. Buildcraft ekan adi. Mana mushukcha chiqdi. Mana ko'ryapsiz. Bazani kuchaytiramiz. Mana bu yo'llar hali free ekan. Bu degani bu tekin. Hali tekinroq ekan. Buni to'laymiz. Va bizlarda mana shunaqa qilyapti. Mevalar sotiladi va yo'lga kelib bizga pul bo'ladi. Keyin bazani kuchaytiramiz. Bazani kuchaytirishni davom etamiz. Bu kanal yangi ochildi. Like bosib obuna bo'lib qo'yasizlar. Keyingi video qanaqa bo'lishini istasangizlar kommentariyada yozib kelasizlar. Mana ozgina nosozlik bo'lib qoldi. Mana bazani kuchaytirishda davom etamiz. Mana bu yerda keshda pullarimiz yanglanadi. Sizga bu o'yin yoqqan bo'lsa kommentariyada plyus belgisini qoldiring. Bazani kuchaytiramiz, pullarni olamiz. Yana bazani kuchaytirishda davom etamiz. Mana bu yerdan mevalar tushadi. Bu yoqqa pul keladi. Mana bu E'ni bossak bizga tez mevalar tushib turadi. Ana bu E'ni bossakda. Hozircha buni bosmay turamiz. Pullarni olish kerak. Keyin mana shunaqa gaplar. Hozircha ana bu yerdan mevalar tushib bu yoqqa kelyapti. Bazamiz ishlayapti. Sizlarga bu o'yin yoqdimi? Nima deysizlar? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Mana bazamiz hozir yaxshi kuchaymadi. Hali bazani kuchaytiramiz. Ana agar like bosib tursangizlar mana shuni hali ikkinchi qismini ham chiqaramiz. Mana buni bossak bizga tez mevalar tushadi va tez pul yanglanadi. Ana bizga aytayaptiki tornado boshlandi deyapti. Tornado xavfi bor deyapti. Mana qaranglar. Biz ochiq suvdamiz, shunga suvning ichida tornado boshlandi. Qalay sizlarga yoqqan bo'lsa yoqdi deb qoldiringlar. Hozircha bir o'zimman. Keyingi videolarda yoki undan ham keyingi videolarda do'stlarim bilan chiqishim mumkin. Mana buni bosamiz, bizga pul bo'ladi. Mana baza hali umuman kuchaymadi menimcha. Hozir bazani kuchaytiramiz. Mana baza pul to'lagandan keyin kattayaveradi. Mana bizda sharshara bor. Yaxshi. Oyna qo'yamiz. Derazalar, yana oyna. Gilam, stol. Bu yerda o'tirsak ham bo'ladi. Xohlagancha suratlar qo'ysak bo'ladi orqaga. Mana suvning o'rtasida mazza qilib dam olib o'tirasizlar. Mana bitta surat. Mana ikkinchi surat. Mana bazani kuchaytirishda davom etamiz. Bizda hali yana pul yanglanayapti keshda. Texnika bu. Hozir bularni hammasini pullarini yanglab yana bazani kuchaytirib katta baza qilamiz. Tornadolar bizga tsunamilar kela olmaydi. Mana bazani kuchaytirish uchun mana shu tugmani bosish kerak. Mana bosaveramiz. Bizga keshda pul to'planadi. Yana olib bazani kuchaytiramiz yoki
Ana shu mevalarga o'xshash narsalarni qo'yamiz. Ana hozir ana keshdagi pul 4176 bo'lib ketdi. Shuni olamiz. Eshiklar ham o'zi ochilib, o'zi yopiladi. Qalay. Ana yaxshi bola baza ancha kuchaydi. Mana bu yerda samolyot bor ekan. Bunda uchsa bo'lmaydi shekilli. Shunchaki moda uchun turibdi. Reklamalarni yo'qotamiz. Mana bozorni kuchaytiramiz. Yana mana shu tugmani bosamiz. Qanchalik bozorni kuchaytirsak, bizga shunchalik yaxshi. Mana bosishni davom etamiz. Keshga pulinglanadi yaxshigina. Hali buni katta uy qilishimiz kerak. Keyingi qismlar hali bu yerda menimcha uy qila olmaymiz. Keyingi qismlarda ham bo'lishi mumkin. Mana sharshara boshqa narsa keshdagi pullarni olamiz. Yana bozorni kuchaytiramiz. Hayda bozor mana o'tirsanglar bo'ladi. Mana qalay. O'tirasizlar bu yerda dam olib. Mana kompyuter notebooklaringiz turadi. Mazza qilib o'tirib o'ynaysizlar u yerdan ham. O'ynasa bo'lmaydi-ku. Shunda ham turibdi-da. Mana keshdagi pullarni olish kerak. Hozir keshdagi pullar yanglangandan so'ng sharshara bor mana. Qalay bozor yoqdimi? Bozorni kuchaytirdik. Ozroq. Mana mevalar sotilyapti. Buni to'laymiz. Buni ham to'laymiz. Yana to'laymiz va ana mevalar endi ko'p chiqadi. Mana ko'p chiqadi yana. Yangisini yaratdik ana. Ko'ryapsizdik. Ko'rganingizdek yangisi yaraldi mana. Keshda pul tezroq yanglanishni boshladi. Mana bu yerni kuchaytiramiz. Bozorni kuchaytirishni davom etamiz. Mana bolalar. Mana bozor kuchayapti. Yaxshigina. Bu yerda bizda mevalar kelib urilib pul bo'ladi. Yana mana shu bozor keshdagi pullarni olamiz. Keyingi videolarda qanaqa video o'ynashim, qanaqa Roblox o'yinini o'ynashimni kommentariyada yozib qoldiringlar. Video yoqayotgan bo'lsa like bosib qo'yinglar. Bu kanal yangi ochilgan. Mana bozor kuchayapti. Chiroyli bo'lib. Menga bu o'yin yoqdi, sizlargacha kommentariyada yozib qo'yinglar. Mana buni bosamiz, keyin bizga pul bo'ladi. Mana bosamiz. Keshda pul yanglanadi. Mana keshdagi pullarni olamiz. Juda ham ko'p pul yanglanibdi. Mana bozorni kuchaytiramiz. Bozor hali to'liq kuchaymadi. Keyingi qismlarda ham buni hali kuchaytiramiz. Bu o'yin sizlarga yoqqan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar yoqdi deb. Bench mana har xil nalar. Tsunamilar kelyapti. Qaranglar, tsunamilar kelyapti mana. Tsunamilardan qochishimiz kerak. Mana katta tsunamilar kelyapti. O'yin qiziqarli o'ynasangizlar. Mana shunaqa uyni kuchaytirsangizlar, tsunamilar sizlarga tegamaydi. Pullarni olamiz, yana kuchaytiramiz. Qalay bozor kattaroq bo'ldi menimcha. Boshida kichkinagina edi.
Mana bu yerda uzoqroqda boshqalarning bazasi ham bor ekan. Katta uzoqroqda. Mana bazani kuchaytiramiz. Yana bularga pulimiz yetmaydi. Yana keshdan pul olib kelamiz. Keshda yanglanib turadi-da u. Bu yerdan mevalar tushadi, keshga pul tushadi. Hozir yaxshilab yanglash kerak bularni. Mana shuni bosamiz, pullar bizga tez keladi. Mana banan $24. Bu yoq ana devorchalardan, yashil devorchalardan o'tadi-da, u ozroq qimmatlashadi. Mana 46.000 pulimiz. Hozir $50.255 pulimiz bor. $50.255 pulimiz bor. Bularni kuchaytiramiz, yaxshigina kuchaytirishimiz kerak. Mana bu yerda reklamalar juda ko'p ekan. Mana reklamalar chiqyapti. Robloxga olishlaringiz mumkin bularni. Mana bazani kuchaytiramiz. Dur qo'ydik hozir biza. Mana bu yerda trener qilsak bo'ladigan. Kuchaysak bo'ladigan. Trening qilsak bo'ladigan bola. Mana basseyn ko'rdinglarmi? Mana hozir trening qilib ko'rsataman sizlarga. Mana qaranglar. Qanaqa? Mana trening kuchayib oldik biza. Shu bilan o'yinimizni tugatamiz. Keyingi o'yinlarda qanaqa o'yinni o'ynashimni kommentariyada yozib qoldiringlar. Albatta kommentariyalarni o'qiyman. Va sizlar bilan xayr.